Toshkent metropoliteni qancha pul topishini bilarmidingiz? Hozir ko'rib chiqamiz. Siz asosiy aktivdasiz. Mening ismim Davronbek Sanakulov. Boshladi. 2025-yil yakuniga ko'ra metro jami 305 million nafarga yaqin yo'lovchini tashidi. Taqqoslash uchun 2025-yilning birinchi yarmining o'zida 145,4 million kishi tashilgan. Bir kunda o'rtacha 800-950 ming yo'lovchi tashilmoqda. Tig'iz soatlarda bu ko'rsatkich 1 milliondan oshib, tarixiy maksimumga yetgan. 2025-yil 1-yanvarda joriy etilgan tabaqalashtirilgan tariflar metroning naqd pulsiz tizimiga o'tishni tezlashtirdi. Yo'lkira narxi naqd pulda 3000 so'm, Atto va bank kartalari orqali esa 1700 so'm etib belgilandi. Hozirda yo'lovchilarning deyarli 90% dan ortig'i elektron to'lovlardan foydalanadi. Bu esa korxona tushumlarining shaffofligini ta'minladi. 2025-yil yakuniy tushumi taxminan 950 milliard so'm atrofida shakllandi. 2023-yildagi 477 milliard so'mga nisbatan qariyb 2 barobar ko'p. Metro ijtimoiy loyiha bo'lgani uchun u hali ham foydaga chiqmagan. 2025-yilga Toshkent shahar byudjetidan metropoliten zararlarini qoplash uchun rasman 683 milliard so'm ajratildi. Bir yo'lovchining tashning real tan narxi 4,5 ming so'mni tashkil etadi. Yo'lovchi esa 1700-2000 so'm to'laydi. Farq byudjetdan yopiladi. Tizimda 4200 dan ortiq xodim ishlaydi, o'rtacha ish haqqi 6,5 million so'mga yetdi. Barcha rasmiy ma'lumotlar mana bu manbalardan olingan. Metropoliten haqidagi fikrlaringizni izohlarda kutamiz. Hoziroq bizga obuna bo'ling va chuqur va aniq tahlillar uchun Telegramdagi asosiy aktiv kanalini izlang. Omon bo'ling.